Akauraga hozir siz doktorantura bosqichida tayyorlanasiz. Shaxsiy ambitsiyalarınız 8. bo'lsa, necha yildan beri ishlayapsiz? Xo'p, dars o'tishga keladigan bo'lsak, o'zi shu bakalavr o'qib yurgan paytlarimda dars o'tib borganman. Adashmasam, birinchi kurslardan boshlanadi. 2018-yillardan boshlanadi. 8 bo'ladi. 8 yil desak bo'lar ekan. Shu holatni aytsak bo'ladi. 7-8 yildan beri dars olib boryapmiz. O'rtada ba'zi bir karantin holatlari bo'ldi, masala bo'ldi, sal cheklanish holatlari ham bo'ldi, lekin siz hozir magistratura 2-bosqich o'zbek tili yo'nalishida O'zbek tilida o'zbek tilida bo'yicha shaxsiy ballingiz nima sertifikat bo'yicha bitta darajadaman 63 ball olgan. TS'da ham xalqaro turkcha yetarli sinov imtihonida B2 bo'lgan. sertifikatda Nasib bo'lsa shu dekabr oyida siyon qilishning asosiy maqsadi shu. boshlashdimi? Boshib ketib qo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli tomoshabinlar, biz Choyboqona podkastimizni sal yangicharoq formatda boshladik. Yangi tajribali ustozlarimiz bilan asosda sizlarga manfaatli bo'ladigan imkoniyat inshaalloh. Bugungi mavzumiz umumiy doirada, ya'ni arab tili emas faqat, balki chet tillari, ingliz va turk tillarida, ya'ni til ko'nikmalari haqida va og'riqli nuqtalar talabalardagi o'shalar mavzusida va bundan tashqari hammani ilm kelayotgan savol har doimgidek bizda dolzarb masala sefar va sertifikatlar masalasiga to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Hop, ustozimiz Akobir aka deyarli 7-8 yildan beri ingliz tili sohasida ta'lim berib kelyaptilar. Hozirda doktorantura bosqichida o'sha ilmiy ishlarni olib boryaptilar. Shaxsiy ballari 8 ball. Ustozim bugun qimmatli mahsulotlar, ya'ni maslahatlarni olishga harakat qilamiz maksimal inshaalloh. Ustozimiz Islom aka ayni vaqtda magistratura o'zbek tili yo'nalishi 2-bosqichda ta'lim olyaptilar va bizning markazimiz bo'yicha ustoz, adashmasam eshitishimiz bo'yicha rekord ustozlarimizdan, sababi mutaxassisliklar turk chet tilidan dars beradilar va yoz oylarida shu 100 ga yaqin talabalari shu turk tilidan B1, B2, ya'ni eng dahshatli juda qisqa muddatlarda olishdi. Ustozlardan ya'ni tezlikni sirini o'rganishga harakat qilamiz. Ustoz, birinchi savol sizdan boshlamoqchi edim. Til o'rganishda talabalardagi eng asosiy muammolar nima sizcha? Ya'ni ingliz tilida hozirgi kunda dolzarb muammolar. Hozirgi kundagi dolzarb muammolar sifatida narsa aytish mumkin. Deyarli hozirgi mana instrumentlar, mana texnologiya asrimizdagi o'sha yutuqlar yoki zamonaviylikni hisobga oladigan bo'lsak, deyarli hozirgi muammolar anchayin oldinga qaraganda ko'rinmas bo'lib qoldi, kamayib qoldi deb aytamiz, lekin baribir shunga qaramay bir nechta muammolarni misol uchun sanab ketishimiz mumkin. Ya'ni haligacha yana o'sha ingliz tilini endi o'qishni, ya'ni o'rganishni boshlayotgan talabalarda aytmoqchi bo'lganim, faqatgina grammatikani o'ziga urg'u berib qo'yish yoki faqatgina yo'q men shu qanaqadir formullarni o'rganib olsam bo'ldi deb turib shunga yondashib qo'yish, shu orqali boshqa ko'nikmalarni misol uchun qaysidir ma'noda chetga surib qo'yish, shu narsa asosiy muammo sifatida qarayapman. Misol uchun deylik, speaking bo'ladimi yoki writing bo'ladimi yoki listening, reading aspektlari bo'ladimi, ko'nikmalari bo'ladimi, shu ko'nikmalarga sal be'tibor qarash mana shu asosiy muammo sifatida qaralyapti hozirgi kunlarda. Shularni aytishimiz mumkin, lekin hozirgi davrdagi holatlarni inobatga oladigan bo'lsak, menimcha bu muammolar ozgina kamaygan deb o'ylayman. Chunki videolar juda ham ko'p, video darsliklar juda ham ko'p, YouTube'da har xil video darsliklar, bu kabi resurs borasida bizda hozirda katta ishlar yo'q. Siz o'zingiz ingliz tilini boshlab kelganda aynan qaysi yo'nalishda boshladingiz? Ya'ni oq-qorami, rangli shakllarmi, degani ya'ni grammatikami yo'qmi? Endi menga afsus, bizning davrimizda o'sha narsalar bor edi. Bizning davrimizda menga afsus qilib aytaman, bizning davrimizda deylik 2013-12 yillarga borib taqaladigan bo'lsa, internet unchalik rivojlanmagan, misol uchun qishloq joylarda endi katta bo'lganmiz, tan olish kerak. Bu narsalarga interaktiv, ya'ni dars o'tish holatlari uncha katta dolzarb urg'u berilmasdi. Deyarli unaqa metrlab suhbatda deyarli bo'lmagan. Deyarli yo'q, misol uchun speaking, misol uchun ishlashimiz uchun qanaqadir videolar, darsliklar yoki nimalar ko'rsatilmasdi. Yoki listening bo'yicha yoki reading ko'nikmalarimiz bo'yicha deyarli biz writing bo'yicha ham misol uchun qanaqadir bir essaylar, insholar yozishga endi harakat qilib ko'rardik-ku. Lekin aynan qanaqa mavzuda bo'lishi kerak, argument nima misol uchun yoki misol uchun
kirish, ya'ni topic sentence'ni yoki misol uchun xulosa qanaqa yozilishi kerak, shunaqa narsalarni deyarli bizga o'rgatishmagan, dolzarb sifatida qarashmaganlar. Yani asosiy bilish kerak bo'lgan, ya'ni shu aytayotgan speaking bilan writing skilllarimiz, ya'ni yozish va gapirish mahoratlari deyarli shug'ullanmagan. Endi shundan kelib chiqqan holatda ayni vaqtda hozirgi shart-sharoitlarni hisobga oladigan bo'lsak, endi agarda bugun shu kecha kunduzda til o'rganishni boshlaganingizda ingliz tilini siz qaysi uslubni tanlagan bo'lardingiz va qanaqa shaklda tilni o'rganardingiz? Ikkilanmasdan aytaman, bugungi kunda zamonamiz tezlashib ketyapti. Men ham aytmoqchi bo'lganim haligi oldin 8,5 yoki 9 ballarda deylik, misol uchun 4 yilda 5 yilda bir marta ko'radigan bo'lsangiz, deylik misol uchun katta muddatda, misol uchun 1 yilda 2 yilda deylik bir marta yoki 2 marta misol uchun 8 yoki 9 ballarni misol uchun ko'radigan bo'lsangiz, hozirda deyarli haftasiga bu narsa ballar chiqib kelyapti. Haftasiga olishyapti, misol uchun 8,5 9 ballarni. Taklifim yoki misol uchun agar yo'ldan boshlaydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, albatta iloji boricha interaktiv uslubda barcha ko'nikmalarni birgalikda olib borish, barcha ko'nikmalarni birgalikda rivojlantirib borishni maslahat beraman. Misol uchun deylik, faqatgina grammatikani o'ziga misol uchun cheklanib qolmaslik kerak yoki qanaqadir lug'at bilan cheklanib qolish emas, albatta uni nutqda ham chiqara olish yoki writingda ham misol uchun insho yoki qanaqadir bir letter, oddiygina letter yozadigan bo'lsak ham narsani demakki rivojlantirib borish maslahat beraman. Kun talabi bo'lgan va butun asosan global miqyosda o'rgatilayotgan uslub. Reading, writing, listening, speaking. Faqat grammatika bilan bog'lanib qolmagan holat. So'z turk tilida vaziyat qanaqa hozir? Ya'ni turk tili odatda balki menda shunaqa stereotip shakllangandir. Turk tiliga juda jiddiy e'tibor berishmaydi talabalar. Nega desak, men o'zbek tiliga yaqin bo'lganim uchun tez o'rganib olaman. Ya'ni turk tilidan natijani juda tez talab qilishadi. Bir oyda olaman yo 2 oyda olaman. Ya'ni ingliz tilida odatda bu bo'lishi mumkin 6-8 oy, bizda arab tilida 1 yilgacha bo'lishi mumkin, lekin turk tili yaqinligini hisobiga bu natijani juda tez talab qilishadi. Sizda vaziyat qanaqa? Bizda ham shu ahvol, ya'ni o'quvchi masalan birinchi darsga keladi, darsni ko'radi, ma'qul keladi, oxiridagi savoli nima bo'ladi? Men qancha vaqt olaman? 1 oyda olsam bo'ladimi? Xo'p, olsangiz bo'ladi. Faqat kuniga siz 12 soat, 13 soat vaqt ajratishingiz kerak va tizimlashtirilgan holatda boya ustoz aytgandek har bitta sikl ustida ishlash. Ya'ni faqatgina lug'at emas, faqatgina grammatika emas, uni amalda siz qo'lga olishingiz kerak. Masalan, bir til o'rganyapsizmi? Yangi odamsiz. Tasavvur qiling, siz hozir necha yoshga kirdingiz va siz o'sha tildagi inson sifatida ulg'ayyapsiz. O'sha gapira oladigan gapingizni ular 10 yilda gapirar, 20 yilda gapirar, shakllanishi ham bor. Masalan, o'zimizda ham bo'lgan voqea. Masalan, 5 oy, 6 oy grammatika o'qiganman. 2022-yil Toshkentda onlayn o'qiganimda, lekin amalda qo'llamagan. Lekin 1 oy, 2 oy kelganlar bor, bizdan yaxshi natija chiqarganlar bor. Biz asosan grammatikaga urg'u berganmiz, lekin uni gapirib chiqara olsangiz, 1 oy, 2 oyda chiqarsangiz bo'ladi. Hozir 1 oyda natija chiqarishda eng katta usuli shu listening bilan o'sha writingni chiqarib, ikkita bo'limdan chiqaradi. Keyin bog'iga ikkita bo'limni pastroq chiqaradigan 1 oyda natija chiqadi. Xo'p, siz hozir listening va writing, ya'ni eshitib tushunish va yozish adashmadimi? Shunday. Lekin odatda bizda ingliz va arab tillarida writing qismi bu kitob, ya'ni yozish eng qiyin, chunki eng oxiri yetib keladigan qismlar. Turk tilida buni qanday yo'llari bor, qanday usullari bor? Nimalardan foydalanasiz? Eng asosiy usuli boshlanishiga oddiy va sodda usulda yozma matnlar shaklida bo'ladi. Masalan, oila nima mavzusi? Masalan, A1 darajadagi savol, yo'q bo'lmasa gapirish qismida ham shu savol mavjud. O'sha mavzuda oddiy qilib aytadigan bo'lsak, 30 ta 40 ta so'zni bir-biriga bog'lagan sodda matn hosil. O'sha matnni tarjima lug'atlar yordamida yoki bo'lmasa ustozlar yordamida tarjima qilib o'sha narsani shakllantiradi. Ya'ni grammatikani amalda qo'llash. Yozish qismi mana shunday qilib shakllantirilib 1 oy, 2 oyda bemalol B1 darajagacha chiqarib olsa bo'ladi. Hop, endi shu yerda savol. Bizda duch kelganmizda u IELTS ham bor. Siz qolip yodlatasizmi? Ya'ni turk tilida qoliplar ish beradimi? Ya'ni tayyor matnlarni yodlab, ayni o'sha qoliplarni yozib chiqish orqali o'quvchi talaba yaxshi ball ola oladimi? Menimcha antiplagat degan narsa bor. Masalan, sizda boshqa tillarda ham bo'lishi mumkin. Bizda ham yozma nizomda ham tanishib chiqqanimizda antiplagat degan joy bor. Antiplagat bu ko'chirmakashlikning darajasi. Ya'ni siz o'sha qolipni qay darajada foydalanasiz. To'g'ri, ba'zi o'quvchi qolip yodlab kirib yuqori ball oldim deb o'ylashi mumkin, lekin natijasi past chiqadi.
so'ralayotgan narsani masalan har doim yondashishim bo'yicha men o'zimni aytaman. Mavzuda nima so'rayotgan bo'lsa, sen 2-3 marta o'qib chiqib nimani tushungan bo'lsang, o'shani ochiqlab bersang bo'ldi. Sen o'sha tushunganing bo'yicha yoritasan va o'zing xohlagan balni ola olasan. Yo'q, qolip bo'yicha shakllantirib, sen so'rab bu yerda yo'q bo'lgan narsalarni keltirib, mana bu 2 betlik list bo'ladigan bo'lsa, o'shani to'ldirib yozib, afsuski 10 ball, 15 ball, 20 ball atrofida ball olib qolish mumkin. Ya'ni bor narsani chiqarib berish so'raladi asosida. Men o'zim shunaqa, ya'ni oddiy so'z masalan A2, B1, B2 darajadagi grammatikada so'zlarni qo'llaman. Mana bu akademik seviyada değil, ya'ni akademik darajada emas. Va har doim yozma 65, 61, 69, 70 Yani qanchalik tabiiyroq chiqsa, ya'ni o'zingiz o'zi shuncha yaxshi. So'z ingliz tilida diqqatni oladigan bo'lsak, writing ya'ni kitobot qismini yozmani oshirish uchun aynan nimaga e'tibor berishimiz kerak ko'proq. Bu dolzarb masala. Sababi seferda xabarimiz bor boshlamizda yozma qismida o'zgarishlar bo'ldi. Bu haqida ustozimiz bilan batafsil shug'ullanamiz. So'rab olamiz, sizdan so'rasak. Hop, writing bo'yicha maslahat berishimiz bizda ham shu albatta birinchi navbatda qaralish kerak bo'lgan narsa shu grammatika, lug'at yozayotgan misol uchun so'zlarimiz aynan tabiiy ravishda yozilyapti, tabiiy ravishda ishlatilyapti. Shu narsaga juda bir nima deydi, juda bir yengillik bilan qarashadi. Agar shu ko'pchilik talabalarimiz agar o'rganayotgan paytida shu so'zlarni bilib olsam bo'ldi, tarjimasini bilsam bo'ldi. Misol uchun deyarli faqat o'sha tarjimasini o'rganadi, qaysi yo'llarda, qaysi misol uchun holatlarda ishlaydi. Kontekst masalasi. O'sha kontekst masalasi shu narsalarga umuman bir e'tibor qaratishmaydi. Shu nuqtai nazardan juda ham katta bir xato ish qilayotganini ham o'zlari bilmadim endi bilishadimi yoki yo'qmi. Men ko'pchilik talabalarda mana shunaqa narsa bor hozirgi kunda. Aynan men misol uchun o'sha o'zim talabalarimga ham bu narsani doim aytib boraman. Qachonki essay yozayotgan paytda qaniydir o'zi so'zlarni ixtiro qilishadi, ishga topa olishadi, o'shani qo'yib ketaveradi-da, o'sha haligi tarjimasi bo'ldi, o'xshayapti-ku, to'g'ri kelyapti-yu. C1 darajadagi so'z. C1 darajadagi bo'ladi. Endi advanced darajada so'z bor. Nega insonni past qo'yapsiz baribir degan savol. Mana shunaqa savol berish, aynan sizni gapingiz o'sha bu yerda aytishingiz kerak. Shu C leveldagi, C1 leveldagi anaqa bir so'zlarni olishadi. Men shunaqa so'z ishlatyapman-ku, men nahotki men lug'at boyligimda katta ball qo'ymasa yoki degan savollar berib qo'yishadi. Yo'q. Lekin ba'zi bir talabalar B1 darajadagi yoki bor yo'g'i o'sha B1 yoki B2 darajadagi so'zlarni shuni oladida, ma'lum bir o'sha collocationlar bilan, ya'ni o'zini juft bilan ishlatiladigan so'zlar yoki ma'lum o'rinlarda, to'g'ri o'rinlarda ishlata olganligi uchun ularga qaysidir ma'noda kattaroq baho bera olaman va umuman olganda bu tabiiy ravishda ham testlarda ham tushunadi. Katta baho berishadi. Oddiy B1 darajadagi so'z ishlatib turib katta baho olishadi nimagadir. C2 yoki C1 darajada oladigan bolalar nimagadir past baho oladi. Sababi chunki bilmaydi u qaysi joyda shu so'zni ishlatish kerak ekanligini yoki kontekstni tushunmaydi. Tushunmasdan turib qo'ysam bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, demak, sizda qanchalik darajada kuchli lug'at bilishingiz emas, aslida o'sha lug'atni qanchalik oddiy bo'lishidan qat'iy nazar tabiiy ravishda olishingiz kerak o'shani. Iste'molda qo'llay olishingiz kerak. Ana shunaqa narsa bizga muhim hisoblanadi. Dolzarb narsa sifatida hozir qaralyapti shu narsaga. Asosan shu narsaga e'tibor berish kerak deyman. So'z birdan jarayonimizni so'rab ketib qolay. Hop, kitaba bo'yicha bildik, ya'ni yozmani og'zaki nutq shakllantirish. The speaking chiqdi degan narsa bor ingliz tilida, ya'ni arab tilida ham, turk tilida ham. Bu eng bizdan og'riq joyimiz mana shuda talabalar. Shunday. Chiroyli yozib beradi, grammatika yetarli, so'z ham bor, lekin gapirish kelganda bo'ldi. Pauzalar, nuqtalar. Qanday tutilsa bo'ladi? Siz qanaqa yechim qilasiz talabalarga? Xo'p, speakingda asosan beradigan katta bir maslahatim o'zlariga nima deydi, har bir talabalarni misol uchun biz ham yoshligimizda o'rganib borgan paytimizda qaysidir bir o'zimizga mashhur bir insonni haligi native speakerlar bo'lar, ya'ni o'sha o'sha insonni misol uchun o'zimizga nima qilib olaylik, boshlovchi qilib olaylik, qaysi o'shanga ergashadi, fanat sifatida qabul qiladi. Ya'ni taqlid yo'nalishi. Taqlid qiladi. Misol uchun endi shadowing sifatida, texnika sifatida taniladi. Bu hozirda shunaqa yuritiladi, shadowing deyishadi. Shu insonni gapirgan gaplari yoki nutqlarini orqasidan biz takrorlashga harakat qilardik, o'xshashga harakat qilardik-da. Chunki aytmoqchi bo'lganim, hech qachon nutq o'zini o'zi shakllanib qolmaydi, yangi bir haligi til bo'yicha. Qandaydir bir nutq albatta kimgadir nimaga
nima qilingan, follow qilingan, ya'ni kimgadir ergashilganda, kimdandir olingan o'sha narsa. Biz odatda juda kamdan kam holatlarda yangi bir narsani ixtiro qilishimiz mumkin. Ha, Bizgacha o'zi hamma shakllar deyarli algoritmlar ishlatib bo'lingan. Faqat siz shu to'g'ri insonlardan to'g'ri shakldagi o'rgansak yetarli. Mana shu muhim narsa deb o'ylayman. Agar shu ishni qilishsa deb o'ylayman, haligi o'zlaridan haligi uyda o'tirib mustaqil ravishda ixtiro qilishlaridan ko'ra bu narsa ancha yengilroq, anchalik samaraliroq variant deb bilaman. Mana shu shadring texnikasi. Shu joyda biz aynan siz person shaxslar haqida suhbatlashdingiz. Kinolar, ya'ni video materiallar tavsiya qilasizmi? Albatta, video material kinolar haqida keladigan bo'lsa juda ham keng ko'lamli bu kinolarda deyarli millionlab kinolar taklif qilish mumkin, yoki seriallar taklif qilish mumkin. Lekin og'zaki nutqga keladigan bo'lsak, ozgina e'tiborli bo'lishimiz kerak. Har qanday kinolar ham misol uchun nutqni rivojlantirib beradi degani emas. Albatta, seriallarga ham ozgina e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Misol uchun ko'proq taklif beradigan seriallarim ko'proq o'sha situational comedies, ya'ni sitcoms deydi ingliz tilida bu narsani. Har kunlik o'sha hayotni ifodalab beradigan qanaqadir seriallar bo'lsa. Kundalik ehtiyojdagi o'sha qanaqadir amerikalik yoki qanaqadir britaniyalik, qanaqadir avstriyalikni kundalik ehtiyojlarida ishlatadigan so'zlar. O'shani o'z ichiga olgan bo'lgan qanaqadir bir seriallarni ifoda etgan o'sha kino seriallar bo'lsa, kinolar bo'ladigan bo'lsa, nur ustiga nur bo'ladi. Ajoyib science fiction o'zga sayohatlar haqida emas, balki kundalik hayotda duch keladigan. Chunki aynan speakingda beriladigan savollar shunaqa savollarda. Chunki sizga beriladigan o'sha partnerda tushadigan savollar ham, bizning testimizda tushadigan savollar ham aynan shu savollar. Chunki maslahatim o'sha kundalikda aynan ishlatiladigan, kundalikda ifoda etadigan qanaqadir kinolar yoki seriallar bo'ladigan bo'lsa, juda ham ajoyib bo'ladi. Uni orqasidan agar biz ergashib so'zlarni o'rganib, tahlil qilib agar qiladigan bo'lsak, bu juda ham qisqa muddatda katta bir samarali natijalarga erishishimiz mumkin. Bo'yicha to'g'ri ishlaymiz. So'z hamma kutayotgan savollar. Diagnostika testlari haqida. Siz yaqinda qatnashdingiz. Ya'ni bizga eng dolzarb masalasi diagnostika testlarida writing qismi, ya'ni yozish mahoratini baholash qismida o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni oldin biz shu vaqtgacha writingda bitta xat, bitta insho, ya'ni 150 ta so'zdan iborat xat va 250 ta so'zdan iborat insho yozishimiz kerak. Bu turk tilida, yana adashmasam, bizda arab tilida, tadbiq qilindi, ingliz tilida bo'ldi. Shunday. Boshqa tillarda bo'lishi mumkin. Hali bu haqida to'liq ma'lumotga ega emasmiz. Aynan shu turk tilida siz qaysi nuqtalarga e'tibor berdingiz va qanaqa shaklda topshiriqlar tushdi? Bu bizga juda qiziq mavzu, marhamat. O'zi asosan har doim imtihonga borganimda, birinchi imtihonga borganimda eng yuqori bo'limim yozmadan chiqqan. Ya'ni doimiy ravishda yozsangiz, ya'ni o'sha bizda aytadi, aynaning ardındagi ana düşünce deydi. Yani oyna orqasidagi asosiy fikr deydi. O'shani biz olib chiqib bera olishimiz kerak. Ya'ni qaymoq. O'sha narsani biz yozmamiz o'qiyotgan odam biron bir fikrni olish kerak, tushunchani olish kerak. O'shandagina o'sha yuqori ballni oladi. Shunchaki oldin qo'shdi gaplarni bog'dan tog'dan kelib yozadigan bo'lsangiz, hech qanday ahamiyatga ega bo'lmaydi. O'zi asosan shu yozma uchun topshirgandim bu diagnostik testga. Doimiy ravishda multi-level testlarga qatnashaman. O'zim bormasam, agar qatnashmasam, o'quvchilar bilan boraman. Ularning tushunchalari, fikrlari men uchun juda ham muhim, chunki keyingi o'quvchilarga ham biron nimani ulashish maqsadida. Endi yangilangan yozmada eng asosiy qiziqtirgan voqea nima tushadi, nima mavzu tushadi. Asosan bizni o'zimiz sohamizga oid bo'lgan, ya'ni o'quv markazlar sohasida bir savol tushdi. O'quv mazmuni shunday iborat. Masalan, o'quv markaz biron bir texnik ishlar olib borilayotgani sababli bir oyga yo bo'lmasa 2 oyga yo bo'lmasa o'sha yerda muhlat berilmaydi. Agarda boshqa imtihonlarga tushib qoladigan bo'lsa, muddati berilishi mumkin yoki berilmasligi mumkin. O'sha joyga e'tiborli bo'lish kerak. Va o'sha vaqt doirasida texnik ishlar olib borish sababli o'quvchilardan masalan onlayn darslarda takliflar yo bo'lmasa o'sha mana bu offlayn darslarda nimalar qilinishi, masalan sayohatga chiqish kerakmi yo bo'lmasa o'sha fikrlarni batafsil yoritib berish tarzida bir e-posta keladi, ya'ni elektron pochta. Ya'ni sizni gmailingizga to'liq batafsil yozilgan, masalan nima sababdan to'platilayotganligi tartiblashtirilgan holatda gmailingizga xat kelgan bo'ladi. Ya'ni demak writing qismida birinchida sizda xat shakli bor, endi sizdan talab qilinadi o'sha xatga javob shunday yozish. Endi bir va bir meni yomon xafa qilgan narsa vaqt. 1 soat vaqt berdi. Hech qanday vaqt o'zgartirmagan. Eng yomon narsasi mana shu bo'ldi. Lekin
shu joyga yetkazishimiz kerak. Vaqt o'zi har doim hammani xafa qilib kelgan narsa. Shunday. Asosan hech kimni ko'ngliga qaramaydi. Shunday. Vaqt masalasida men o'yladimki, so'zlar soni qisqaligi bilan. Ya'ni So'zlar soni birinchi qisqardi. siz aytayotgan part 1ga birinchi qismga 50 ta so'z, Ikkinchisiga 120 ta, 150 ta so'z bergan. 100 ta emas. Ya'ni emas. kanallarda 100 ta degandi, ammo lekin o'zim ko'rdim 120 dan 150 gacha berilgan. Demak, ogoh bo'lamiz, yaxshilab. Ikkinchi qismda 120 tadan 150 tagacha. So'zli borib bo'ladi. Endi eng yomon narsa o'sha yerda shaxsiy ma'lumotlarni bermaslik kerak. O'sha joyga diqqat qilish kerak. Masalan, sizga xat kelgan bo'ladi, sayg'ili belgi gunoh. Ya'ni har doim o'quvchilarda bo'ladigan holat, ya'ni turk tilida topshirish oson deydi, lekin yozmay kelganda o'sha oson deganlarni men topolmay qolaman. Aniq aytadigan bo'lsak, chunki nimaga? Yozadidagi maktub shakllangan. Hamma narsa zo'r, super dedi. O'sha darajada turibdi. Faqat oxirida o'zini istamasi. Masalan, Eshmatov Toshmat. O'shanaqa, yo bo'lmasa palonchi pistanchi deydi-ku, o'shanaqa bu turadi-da, lekin siz belgi gunoh nomidan o'sha Ya'ni talab doirasida boshqa bir inson nomidan xat yozyapti. shunaqa. Lekin talabalarda bo'ladigan muammo oxirida o'zining familiyasini yozish qo'yish. Har doim imtihon oldi kirish oldi mana shu narsani aytaman, lekin o'quvchi. Shuning uchun o'quvchilar. Shuning uchun o'quvchilarda qiyin muammo mana shu joyda eng og'riqli joyi mana shu joyda bo'ladi. Keyin ismlar ham antiqa ismlar topiladi. Ya'ni shu paytgacha masalan Murod, Ahmed, Ali, o'sha Yildirim, Yilmaz o'sha ismlarni aniq qilgan bo'lsa, imtihon karatda Arenaydan, yo bo'lmasa Bilge Guna, yo bo'lmasa bir bola ishchilar, yo bo'lmasa shunaqa ism Noodatiy kamyob ismlar qo'yiladi. Kamyob ismlar qo'yiladi. Chunki bu ham o'quvchilarni chalg'itish. Masalan, Bilge deb tanlangan sababi qarang. Belge degan hujjat, bilgi ma'lumot, bilgi ism. Ya'ni o'quvchilarni chalg'itish maqsadi. Albatta. Masalan, Gunay yozilgan, gun va ay qo'shilgan, lekin o'quvchi Gunay deb yozib yuboradi. Bu ham bitta xato. Noviy tomonidan o'quvchilarni yaxshi maqsadda Bilge Gunay ismi ham o'ylab topilgan deb o'ylayman. Keyin yana bitta narsa, hech bo'lmaganda yana bitta xafa qiladigan holat aytaman. 3 ta zebra qo'yilsa bo'lardi. Zebralar ikkita. Balki ustoz bu diagnostika testi deysiz. Haqiqiy imtihonda aynan o'sha holatda keladi. Chunki 1 va 1-2 deb qo'yibdi uni. ogoh bo'lishimiz kerak bo'lgan qismi, demak, xat uchun berilgan 1-da birinchi, ya'ni o'sha varog'ning o'ziga ham birinchi, ham ikkinchi xatlarni yozishimiz shart. Shunday. 1-1, 1-2 o'sha bitta listni o'zida. Ya'ni oldin biz bitta rasmiy maktub yozgan bo'lsak, endi 2 ga ayrildi. O'sha bunday aytadigan bo'lsak, 20-25 qatorga 1-birinchi topshiriq bajariladi, ortiq qolgan joyga 1-2 dan boshlab yoziladi. O'quvchilardan talab qilinadigan narsa 1-birinchi topshiriqda 50 ta so'zni oshiraman deb emas, 50 ta so'zga loyiq bo'lgan maktubni yozib, o'sha zebrani tugallash kerak. Agarda maktub tugallanmay qolsa, 1-2 deb yozilgan joygacha chiqib ketishi mumkin. Tugallash asosiy detal hisoblanadi. Demak, ajratilgan qism uchun siz ko'p yozishingiz emas, balki yetarlicha kerakli darajada yozishingiz. Endi bundan buyog'an bezatishlar, turli qoliplar ishlamaydi. Ya'ni kimlardandir yaratishi mumkin qolipni, lekin baribir aytganimizdek bu bal pasayib ketishiga olib keladi. Shu yerda savol ustoz. Demak, 1-1 uchun maxsus matnga siz javob xati yozdingiz. 1-2 ni shakli qanaqa bo'ladi? 1-1da masalan biz do'stimizga yozgan bo'lsak, o'sha holatdan, ya'ni markazning yopilishidan biz mamnun emasmiz va mamnun emasligimizni tuyg'ularimiz bilan, ya'ni duygularimizni va düşüncelerinizni arkadaşlarınızla paylaşın diye bir mektuba cevap yazmamız gerekiyor. Hop, bu 1-1'da. 1-2'de o'sha kurs merkezi müdürüne, yani eğitim merkezi müdürüne mektup yazıyorsunuz. Demak, o'quv markaz direktoriga xat yozasiz. shu yerda aniqlik kirityapmiz. 1-birimiz norasmiy xat. Shunaqa. 1-2 esa o'zi endi rasmiyga o'tdi, chunki rasmiy doirada. Shunaqa. Bunda maxsus qoliplarga ehtiyojimiz bor. Chunki rasmiy uslub degani bu rasmiy so'zlar degani. Biz o'rtog'imizga yozganda, arab tilida aytganda kayfa haluka deyolmaymiz. Ahvollaring qanday deyolmaymiz. Bu yerda o'zi maxsus so'zlar yoziladi, yodlanadi. Endi bularda sana yodlovchilar, qolipchilar temasi desak bo'ladi. Shularga ancha qo'l keladi. Ya'ni har doimgidek birinchi bo'lim başlık bilan boshlanadi, savollar. Chunki qayerga yozayotganingiz o'rtada yoziladi, keyin girish bo'limiga o'tiladi, kirish qismi.
Agarda ismini bilsangiz ismini yozasiz, agarda ismini bilmasangiz sayin yetkili bilan boshlab ketadi. Sayin yetkili yo'lsam sayin ilgili bilan boshlanadi. Keyin bir qator tashlab ketib, o'zingiz kirish qismini shakllantirasiz. Undan keyin asosiy qism gelişme bölümü o'tadi, undan keyin sonuch va sonuchdan sonraki düşüncelerini paylaşabilirsiniz. O'sha xulosadan oxirdagi tushunchalaringizni ham bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Oxirida mana shu bo'limni tugatadi. Endi insho haqida suhbatlashamiz. Inshoda sizga yaqqol ko'ringan, balki sizni xafa qilgan joylari bo'lsa, aynan nimalar o'zgarish bo'lgan yoki berilish tartibida qanaqa mavzular tushdi sizga aynan? Shu paytgacha 10 dan oshiq imtihon qatnashgan bo'lsam, xalqaro va milliy sertifikat imtihonlarida har doim men xursand qiladigan bo'lim yozmaydi. Bu safar salgina xafa qildi. Ya'ni vaqt reglamenti, topshiriqlarning ko'payganligi bu men uchun ahamiyatsiz, men uchun qiyin emas. Lekin degan joyi bor, yangi birinchi marta topshirayotgan o'quvchi osmondan tushganda holat. Talabalar uchun bu shok. Shok holat. Ya'ni qaraydi, bir ikki shu paytgacha nima bo'lgan? Masalan, ikkinchi topshiriqda 1 ga, birdagi topshiriqda 2 ga yozib qo'ygan o'quvchilarimiz ham bo'lgan va ularda mana shu tajriba deydi-ku, sekin-sekin orttirib boriladi. Mana shu tajribalardan olgan xulosamizdan kelib chiqib aytaman. Ikkinchi bo'limda meni hayratga solgan narsa blog yozisi tushdi. Ya'ni o'sha blog yozasiz kundalik. Esiga mana shu mavzu tushdi. Shu vaqtgacha lekin xalqaro imtihonda ham, milliy sertifikatda ham, oldingi sifr imtihonda, ya'ni hozir mount level, oldin sifr edi. Hozir o'qishasiz, sangi tushunmovchi bo'lishi mumkin. Oldin sifr edi, hozir mount level o'tdi darajamiz. O'shanlarda ham bu narsa tushgan yo'q, kundalik yozasiz. Mavzu shunaqa. Dil uzmanlari, ya'ni çevrimiçi tartışma yapıyor, yani til mutaxassislari onlayn ravishda tortishuv bo'lyapti. Bahs munozara bo'lyapti. So'ru shu, mavzu shu. Ya bo'lmasam konu deb beradi, yo so'ru deb beradi. Seyahat yapmak ya da tatil yapmak faydalı. Hangisini katılıyorsunuz? Hop, seyahat qilish yaxshimi, yo bo'lmasam tatil bilan shug'ullanish yaxshimi? Hop, siz bu yerda qarshilashtirma yapmangiz kerak. O'sha yerda blog yozish orqali seyahat qilish yo bo'lmasam ta'tilga chiqish. Qaysi biri muhim siz uchun? Biz bu muhokama insho deymiz. Muhokama inshoni blog shaklida, ya'ni o'zingizni fikringiz shaklida yozasiz. Eski tartib. Shunday eski tartib bilan qiladi. Endi o'quvchi agar blog yozsa, agar yozmagan bo'lsa, osmondan tushadi. Men blogda yozaman. Ya'ni miyasiga birinchi keladigan narsa, o'quvchilardan talab qilaman har doim yozmada eng muhim kalit o'qimani va dinlemani bajarib bo'lgandan keyin 5 daqiqa o'ziga tanaffus qilish kerak. Chunki 2 soat imtihonda miya charchaydi. O'zingiz masalan agar naushnikni baland qilib qo'ygan bo'lsa, o'quvchi dabdada o'qib turgan bo'ladi. Holatdan aniqladi. Chunki musiqani baland qilib eshitsangiz, bu chunki o'zingizdan masalan bilinadi bu narsa, bosh og'riq bo'ladi. Va 5 daqiqa tanaffus, 5 daqiqa tanaffus ham bekorga sarflamaslik kerak. Mavzuni qayta o'qish kerak. Tushunsa, tushunmasa. Ya'ni nimalarga e'tibor qarash kerak, mavzudagi asosiy detallar nimaga e'tibor qaratilyapti, ismlar qaysilar kelyapti, men qaysi ismdan foydalanaman, yo bo'lmasam o'sha aytayotgan esini mavzu nimada, o'shalarga e'tibor qarash va 5 daqiqa tanaffus. Bu hozir men uchun yangilik bo'ldi hisoblarda. Chunki biz maksimal darajada harakat qilamiz. Vaqt masalasi yetmay qolish muammosi borligi sababli imkon qadar tezroq yozing deganman maqsadda. Har doim o'quvchilardan link deadline deymiz, vaqt chegarasi qo'yganimizda xat uchun 10 daqiqa deb belgilab berardik. Agar maksimal darajada oshib ketadigan bo'lsa, uzog'i 15 daqiqa. 15 daqiqa davomida siz xat yozishingiz kerak va xatni birinchi yozishingiz kerak degan talabimiz arab tilida o'quvchilarga qo'yamiz, chunki bizga ham ustozlarimiz shu shaklda o'rgatgan. 15 daqiqadan buyog'iga endi inshoga bemalol kirib ketsangiz bo'ladi. Chunki ko'p muammo bo'lgan, o'zimiz ham dastlabki imtihonlarda qatnashganimizda aynan shu muammo o'zimizda bo'lganda, chunki vaqt masalasi inshoni boshlab qo'yib xat ulgurolmay qolish masalasi bo'ldi. Lekin sizdan eshitib turishim, ya'ni 5 daqiqa tanaffus qilish kerak. 5 daqiqa. Chunki miya obnovet qilish kerak, mana aytadingiz, yangilash bera olish kerak o'zini. Buni sinab ko'rish mumkin. Sinab ko'rish. Avval o'zini sinab ko'raman deydi. O'zim sinagan. Agar sizda sinab o'tayotgan talabalar biz arab tilidan ham balki foyda bersa, keyinchalik imtihonlarda talabalarga bu haqida ham tushunishimiz mumkin bo'ladi. Keyin o'sha 5 daqiqa tanaffusdan keyin eng asosiy muhit, masalan 55 daqiqa vaqt qoldi. Masalan, yoningizda monitorda vaqt taymer ko'rsatib beriladi. 55 daqiqa vaqt bo'lib olish.
Ya'ni o'quvchi imtihongacha vaqt reglament asosida yozma yozishni shakllantirib olgan bo'lsa, bu o'zi uchun juda foydali bo'ladi. Agarda vaqt reglament asosida yozmay, masalan, 2 soatda bitta mavzuni yozsa, 3 soatda bitta mavzuni yozsa, biz bilmaymiz, chunki uyga vazifa sifatida berganda qancha vaqt yozilishi, o'shani amalda qo'llansa muammo bo'lmaydi. 55 daqiqa vaqtni 10 daqiqa vaqtini o'sha birinchi vazifaga, 15 daqiqasi ikkinchi vazifaga, sizda yana yarim soat vaqt bor. Yarim soatdagi vaqtni ikkinchi essega shakllantirishsiz. Doim ravishda o'sha vaqt reglamentida eng asosiy Essemiz, inshomiz bor ekan bitta savol bor. So'zlar soni qancha? Talab. so'zlar 250 deydi-yu eski format. endi 200 taga tushdi. 200 taga. Ya'ni biz Telegram kanallarda, ya'ni norasmiy manbalarda ko'rganimizga ko'ra 150 emas, balki 200 ta hozir. 200 ta olinadi. Shunda hisoblaydigan bo'lsak, 200, 150 va yana 50. Ya'ni to'rtta so'z yozasiz. ya'ni 400 so'zga majbur bo'lyapmiz. Iloji boricha ko'proq yozsangiz, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'proq Ya'ni yozsangiz. ko'proq yozsak yaxshi, lekin ko'p bo'lib mazmun o'xshab qolsa Ham yomon. chunki qadar tabiiyroq yozish. Biz ko'proq o'shanga urg'u beryapmiz, chunki eksport ustozlari ham, ya'ni juda ko'pchilik talab qilyaptiki, xoniplarsiz. Ya'ni haqiqatda darajasi bir bo'lsa, bir daraja yozib bersin. Qandaydir sun'iy daraja ko'tarishimiz, balki hamma o'zi kuchi yetgan darajada yozgani maqsadga muvofiqroq. Ya'ni bu narsani men kuzatganman maktablarda sinab ko'rgan o'quvchilarda. Ya'ni birinchi bo'lib tajriba qilishganda o'zi o'quvchilardan foydalanaman. Ya'ni biron misol deb aytsam, esse yozishga majburlar. Nimaga? Chunki bizda esse yozish shakllanmagan. Esse desa o'quvchilar xayoliga birdaniga boyagi ilmiy fikrlar kelib tushadi, yoki bo'lmasa boshqa narsa yo'q, bunaqa narsa emas. Insho yozyapsizmi? Mustaqil fikringizni ochiqlab bera olishingiz kerak va bu tagi chiqishi kerak. O'shaning uchun ham men o'sha yerda maktab o'quvchilari bir oy sinaganimda, bir oydan keyin o'zini mustaqil fikrini, mavzuga bo'lgan fikrlarni, qarashlarini olib borgan. Bu narsani men turk tilida ham sinab ko'rgandim, turk tilida ham o'zgarib yarasha ancha foydali bo'lgan. Esseni soddaroq tushuntiradigan bo'lsak, sizda formatingiz so'z, ya'ni o'zi aslida ham shunaqa. Esse bu hech qanaqa qandaydir ilmiy manba emas, balki har bir shaxsni o'zini biron bir mavzu doirasidagi erkin fikrlar yozma shaklda ifodalanishi, uni qandaydir sun'iy bezaklar yoki qandaydir o'zimizga qo'yiladigan talablar shaklida emas. Bo'lishi mumkin minimal darajada insholarni bo'ldik hozir. Muhokama insho yoki shunga o'xshash boshqa so'zladigan insholar, boshqa shakldagi insholar yo bo'lmasa foyda va zararlarni gapiradigan, kamchiliklarni yozib beradigan insholar ham bor. shunchaki ma'lumot o'rnida insholar bor. Ularda ham asosiy mazmun baribir o'sha yozayotgan kishining shaxsiy fikrlari ma'lum bir tartiblar asosida bildirsa bo'ldi. Ya'ni qayerdandir ulanmagan uzuq yo'liq gaplar yo bo'lmasa ustoz aytganlaridek, aka aytganlaridek, C1 yoki C2 darajadagi, advanced darajadagi ikkita uchta so'zni qo'yib, siz yuqori natijali yoki fikrim chiroyli bo'ldi degan narsani o'ylamaslik kerak. Ya'ni inson imkon qadar tabiiyroq va muhimi yana bitta narsaga e'tibor berish kerak deb o'ylayman, fikrlash doirasi. Siz qanaqadir tilingiz kuchli bo'lmasin, agar biron bir mavzu doirasida sizda to'liq fikringiz bo'lmasa, sizni yo'qmi sizda yozayotgan inshoingiz ham yoki gapirayotgan nutqingiz ham u chiroyli chiqadi. Bu degani talabalar nafaqat til o'rganishi, balki akademik bilimlarni ham o'stirib olishi kerak. Men o'zim ham avvallari ingliz tilini o'qib, keyinchalik arab tilini o'tgan talabalar safidamiz. Shuni hisobiga aytib o'taman, ingliz tilini bitta YouTube tomida odatda reading qismi bajariladi, ya'ni o'qib tushunish. O'qib tushunish qismida talabalar juda turli xil mavzudagi matnlar bilan tanishadi. Buni har biri akademik bilim degani. Qutb ayri haqida ham bor orasida, qandaydir kosmik kemalar haqida ham bor, va bo'lmasa 100 yillik, 1000 yillik daraxtlar haqida ham keladi. Bu nafaqat balki matn o'qish, tarjima qilish, balki talabada fikrlash doirasi. Bu badiiy, ba'zan badiiy matnlar ham kelib qoladi. Bu narsaga ta'sir qiladi. Bu degani, demak, faqatgina tilda bilayotgan bilimlaringiz yoki tarjimalaringiz sizga yetarli emas. Writing, biz aytayotgan kitaba qismi, ya'ni yozish mahoratini oshirish qismini siz yaxshi natijaga erishishingiz uchun avvalo sizda fikrlash doirangiz boshqacha bo'lishi. Buning uchun har doim aytiladigan juda sodda lekin asosiy qoida: kitobsiz bo'lmaydi. Kitob o'qish kerak. U o'zbek tilida bo'lsa, yo turk yo arab ahamiyati yo'q unchalik.
Muhimi siz o'shani o'qib tushunib o'zingizni fikrlash doirangizni kengaytirishga tegadi. Shunday. Chunki kitob o'qish kerakli degan fikringizga ham isbotini aytaman. Maktabda va universitetda notiq ustozlar bor. Har doim darsga kirmoqchi bo'ladigan ustozlaringiz borda. Nimadir olasiz. Ko'p kitob o'qiydi va fikrni erkin bemalol ayta oladi. Lekin kitob o'qimaydigan o'qituvchi darsi juda ham zerikarli. Sababi fikrlarda rang-baranglik ko'p. O'sha bog'lanmay qoladi. O'shaning uchun shu joylarda ya'ni bu nimaga dalolat qiladi? Agar siz ham ko'p kitob o'qisangiz, sizni inshoingiz ham o'qishlik bo'ladi. Shunaqa. O'qishlik degani o'qiyotgan odam, sizga baho berayotgan odam rang-baranglikni ko'rib, hurmat qilishi maza qiladi. Chunki u yerda o'qituvchingizdan ham darajasi baland bo'lgan ekspertlar o'tiribdi. Bu masalan siz olib qochaman deb bir nimalarni qilaman deb o'ylaysiz, lekin u yerda sizlar o'qituvchingizdan ham darajasi baland bo'lgan inson o'tiribdi. Qayerdan olayotganingizni bilmayman. Ochiqcha qolipda qo'llayapsiz, nima qo'llayapsiz, yedira olmaysizmi, yedirishdanmi, o'sha joylari bor, o'shalarga yumshatishingiz kerak bo'ladi. Ustoz, buni qisqaroq qilamiz. Bo'lmasa keyingilarga nima deydi? Davomdor deymiz. Talabalar yaqinda oktyabr oyida imtihon topshirmoqchi bo'lgan talabalarga umumiy maslahatlaringiz aynan writing qismi bo'yicha nimalarga e'tibor berishsin, aynan qaysi mahoratlarni ko'proq shakllantirishsin? Oktyabr oyida kirmoqchi bo'lsalar, masalan, mavzu tushganda, osmondan tushganda bo'lmasligi kerak. Doimiy yozib yurgan mavzular asosida hammasidan qolpi bir kirish, asos qismi va xulosa qismiga iborat. Har doim esse mana shuni talab qilinadi. Agarda yozishda qiynalayotganlarda, masalan, eng asosiy narsa saloqa qo'yish. Saloqasiz yozib bo'lmaydi hech qachon. Chunki har qanday kitobda o'qisangiz, boshida bir saloqa keladi va saloqa asosida matn shakllanadi. Agar siz saloq qo'yishga qiynaladigan bo'lsangiz, birinchi matn yozib olinib va asosiy qism va xulosa qismini bog'laydigan tarzda bitta saloq qo'yilish. Shu joyda ustoz bizda boshqa yo'nalishlarda odatda insholarimizda sarlavhalar o'sha berilgan qismda beriladi. Biz sarlavhasiz to'g'ri kirish bilan ketadi. Buni aytib qo'yaylik. Sarlavha masalan o'zim ham masalan turk tilini o'rganganimda boshqa tillardan bitta sarlavha qo'ymaysiz. Lekin turk tilini asosiy kompozitsiyani o'rganganimda, essesini o'rganganimda turk tili ustozlaridan narsani so'raganman. Professor ustozlardan so'raganimda ham aytishgan, hech qachon sarlavha asosi bo'lmaydi. Shu asosda shakllantiriladi. Chunki sizni essengizda ham, maqolangizda ham mavzu aniq bo'ladi. Mavzu asosida shakllanadi. Sarlavha yozishda qiynaladigan, masalan, kirish qismini shakllantirishda qiynaladiganlar uchun tavsiyam e'tibor bersangiz, esseda kirish bergan bilan ma'lumot berganda, o'shanga umumiy savol bilan murojaat qilish. Savol orqali kirishga shakllantirish noan'anaviy usul. Ya'ni kirish siz uchun berilgan asosiy ma'lumotga siz savoldan o'sha ma'lumot asosida savol tuzib olish. Birinchi o'rinda savol tuzib olasiz. Kirish qismi uzun bo'lishi shart emas. Mana bu chunki agar uzun bo'lsa mantiq qochadi. Qisqa va aniqroq kirishda o'quvchi, ya'ni o'qiyotgan odam nima deydi? Zerikroq olishi kerak. Ya'ni chunki gazeta sarlavhalari odatda o'quvchilarni, ya'ni mushtariylarni o'ziga chaqirish uchun shunday juda qisqa va uchta nuqtasi bor shaklda. Ana shunday narsalardan foydalangan tarzda 20 ta 25 ta. Bundan ko'pishi ziyod. Keyin esa va bir qator tashlab ketish. Bir qator joy tashlab ketish. Ya'ni kirishingiz bilan asosiy qismingiz ajratishni qarasizlar. Tildan topshirmoqchi amal qiladigan narsaga orasi ochiq bo'lishi kerak. Kirish va asosiy qism va boshqa tillarda ham menimcha shunaqa, chunki bo'lma ajratilishi kerak. Yo'q, bizda abzas orqali belgilaymiz va odatda bir qator tashlab yozamiz. Arab tilida sahih baromamizni zerramizda bir qator tashlab yozamiz. O'sha bir qator tashlab o'rta ochiladi. Keyin asosiy qismga o'tganingizda abzasga masalan 2 sm tashlash shart emas, 1-2 sm bo'ladi. 1 sm bo'lsa ham aytilgan kitoblarda, rasmiy kitoblarda. Keyin eng asosiy narsa abzasni tanlay bila olishlik. Ya'ni har doim konu, zaman, yer. Ya'ni mavzu, joy, vaqt o'zgarsa, siz sarlavha qo'yasiz. Ya'ni nisbatan paragraf tashlaganda sarlavha deymiz qismini men o'zim nomlab chiqaman, qaytadan uni rang-barang qilib, o'zim uchun moslashtirganman, o'quvchilarga tushunishi uchun aytaman. Xat bosh tashlab ketasiz. Mavzu, joy, vaqt o'zgarsa, xat bosh tashlab ketiladi va bu xat boshi 5 tadan 7 tagacha.
har bir xat boshida cho'zilib ketmasligi kerak. 30 ta 35 tadan hisoblasangiz ham yo bo'lmasa 25 tadan hisoblasangiz ham 5 tasi 125 ta, 30 tadan hisoblasangiz 150 ta. Va sizda boyagi 25 tadan 175 ta shakllanib bo'lgan bo'ladi. Keyin asosiy qismi tugagandan keyin xulosa qismiga o'tyapsiz. Va o'shanda ham bir qator tashlab ketib, xulosa qismiga ham 20 ta, 25 ta asosiy nuqtani uradigan gap topishingiz kerak va sizda yozmangiz to'g'ri chiqadi. Eng asosiy narsa mana shu qolipda, mana shu bo'yicha vaqt reglamenti eng asosiy qolip. Bemalol tavsiya hali podcastlarni inshaalloh davom etamiz. Keyingi so'rlarimizda men ko'proq adasa listening writing qismlari, ya'ni reading qismlari bo'yicha suhbatlashamiz. Bugun bu qisqacha anons deydi, kirish bo'ldi. Yaqindagi mamlakat bo'ladi. Chunki aynan sizni writing qismida, ya'ni kitob qismida ular ketganlar bilan Sizga ham rahmat so'z.